Sizga boqib turgan bu tiron ko'zlar meniki emas do'stlar. Dunyoga ko'r bo'lib kelgan edim men, bechora derdilar, qismatim ekan. Kech nima bilmasdim, yo kunduz nima, osmon o'zi nima, yo yulduz nima. Ertadan kechgacha o'tirardim jim, axir yumuq edi mening ko'zlarim. İlk bahorda bir kun chet eldan dadam doktor olib keldilar. Quvondim biram, professor ekan. Ko'rdi ko'zimdan, tingladi hasratli mungli so'zimni. Davolayman dedi, ammo juda qiyin. Dilim tug'yoni urar daqiqa sayin. Buning bir yo'li bor, birorta odam o'z ko'zini bersin, dahshat bo'lsa ham. Tezda do'stlarini to'plabdi dadam, bechora ulardan so'rabdi yordam. Qarindoshlarni ham to'plabdi dadam, ko'z in'om etmabdi qarindoshlar ham. Bir kun sukunatda o'tirgandim jim, hayhot eshitildi achchiq bir faryod. Bu kimning faryodi? Nega qichqirdi? Ingrab turgan edim, kimdir o'tqizdi. Operatsiyadan so'ng bir hafta o'tgach va ulug' u olim ijozat etgach, ko'zimdan dokani oldilar shartta. Men dunyoni ko'rdim birinchi marta. Oh, oshibdi osmon, yulduz, oy. Odamlarni ko'rdim ilk bor hoynahoy. Onamni ko'ray deb uyga kirsam, oh, men noshudga harom bu hayot. Onamning ko'zlari ko'r edi, ingrardi bechora, dardi zo'r edi. Asta tayfaslanib boshimdan tutdi, yangi ko'zlarimdan mehrla o'pdi. Sizga boqib turgan bu tiron ko'zlar meniki emas do'stlar, onajonimniki. Onajonlarimiz farzandi uchun ko'zi u yoqda tursa, jonini ham berishga tayyor turgan zotlar mana shu onajonlarimiz bo'lar ekan. Onajonlardan payg'ambarlar chiqmagandir, lekin 125 mingta payg'ambarni ham dunyoga keltirgan mana shunaqa chiroyli onajonlarimiz bo'ladi. Baxtimizga onajonlarimiz sog' salomat bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin.